Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutiga Yaponiya parlamenti vakillari tashrif buyurdi va muassasaning qishloq xo'jaligida tatbiq etilishi kutilayotgan muhim ilmiy yangiliklari bilan tanishdi va istiqboldagi rejalar haqida o'zaro fikr almashdi. Hozir shu haqda. Samarqandlik olimlar xurmo mevasini quritishning yangi usuli orqali aholi daromadini oshirishni taklif qilyapti. Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Yaponiya qishloq xo'jalik universiteti bilan hamkorlikda qiymati $1 million loyiha ishlab chiqishdi. Loyiha 2023-2026 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning maqsadi xurmo mevasini quritib xorijga eksport qilish, bu orqali oddiy tomorqa yer egalarining daromadini oshirish. Bilamizki, shu xurmo yetilgan paytda juda arzon bo'ladi va ularda nobudgarchilik juda yuqori bo'ladi. Mana shu nobudgarchilikdan oldini olish maqsadida buni quritib, chipslar tayyorlab, ya'ni mayizlar tayyorlab, chetga eksport qilish yo'lga qo'ymoqchimiz. Aslida xurmoni quritish qiyin ish emas. Buni uy sharoitida amalga oshirishingiz mumkin. Institut olimlari xurmoni tozalash va maxsus iplarga osib quritib, mahsulotdan 10 barobar yuqori daromad olish usulini ishlab chiqishdi. Masalan, shu xurmodan mayiz tayyorlash, undan tashqari ularni quritib, chips tayyorlab, hozirgi kunda Yaponiya davlatiga hamkor tashkilotlarimizga hammasini yetkazib bermoqdamiz. Mana shuni aholi o'zi uy sharoitida ham qilish imkoniyatini bizlar shu loyiha doirasida tushuntirib beramiz. O'zi aholi daromadini oshirishi mumkin. Yaponiya parlamenti vakili boshchiligidagi delegatsiya Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida bo'lishdi. Mehmonlar oliygoh olimlari va Yaponiya oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda quritilgan xurmoni eksportga tayyorlash usullari bilan yaqindan tanishdi. Delegatsiya vakillari ushbu loyihaning dastlabki natijalarini ko'rishdi. Uchrashuvda Yaponiya vakillari yana boshqa mevalarni ham quritish bo'yicha loyihalar ishlab chiqish taklifini bildirdi. Biz hozirda ko'proq qishloq xo'jaligiga e'tibor qaratyapmiz. Quritilgan xurmo Yaponiya oilalarida ham tayyorlanadi. Tokio qishloq xo'jaligi va texnologiyalari universiteti bilan hamkorlikda olib borilayotgan ushbu loyihaning bajarilishida qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamaymiz. Kelajakda ushbu loyiha katta bir sanoatga aylanadi deb umid qilamiz. Yaponiya parlamenti a'zolari Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti mas'ullari bilan istiqboldagi rejalar yuzasidan fikr almashdi. Yaponiya parlamenti esa oliygoh faoliyatini bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashlarini bildirdi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.